Koinotning cheksiz bo'shligida havo ham, shamol ham, tayanib itariladigan hech qanday muhit ham yo'q. Shunga qaramay, raketalar baribir harakatlanadi. Ular shunchaki uchib bormaydi, balki nihoyatda katta kuch bilan tezlanadi. Birinchi qarashda bu imkonsizdek tuyuladi. Axir samolyotlar ko'tarilish kuchi va oldinga harakatlanish uchun havodan foydalanadi. Mashinalar yerga tayanadi. Qayiqlar esa suvni itaradi. Ammo raketachi? Raketa umuman hech narsa yo'qdek tuyuladigan fazoda ishlaydi. Xo'sh, bu qanday sodir bo'ladi? Raketa tortish kuchini tushunish uchun fizikaning eng muhim qonunlaridan biriga, Nyutonning 3-harakat qonuniga murojaat qilishimiz kerak. Bu qonunga ko'ra, har bir ta'sirga teng va unga qarama-qarshi aks ta'sir bo'ladi. Bu juda oddiy tuyulishi mumkin, ammo aynan shu qonun sayyoralar aro parvozlarning asosini tashkil qiladi. Tasavvur qiling. Siz qo'lingizda og'ir to'p ushlab, skateboard ustida turibsiz. Agar siz to'pni oldinga otsangiz, o'zingiz orqaga surilasiz. Siz yerga tiralmadingiz. Siz faqat qo'lingizdan chiqib ketgan massani itardingiz. Raketa ham aynan shu tamoyil asosida ishlaydi. Faqat u bitta to'pni emas, balki har soniyada nihoyatda qizigan gazning trillionlab juda mayda zarrachalarni tashqariga chiqaradi. Raketa dvigateli ichida yoqilg'i va oksidlovchi modda aralashtirilib, yonish kamerasida yoqiladi. Bu yonish natijasida juda tez kengayadigan gaz hosil bo'ladi. Kamera deyarli yopiq bo'lgani sababli gaz faqat bitta yo'ldan chiqishi mumkin, ya'ni soplo orqali. Gaz soplodan nihoyatda katta tezlik bilan otilib chiqqanda, raketa qarama-qarshi tomonga itariladi. Ta'sir gaz orqaga otiladi. Aks ta'sir raketa oldinga harakatlanadi. Bu jarayon uchun havo kerak emas, faqat massa tashqariga chiqarilishi kerak xolos. Aslida fazo raketalar uchun juda qulay muhitdir, chunki u yerda ularni sekinlashtiradigan havo qarshiligi yo'q. Raketa ishga tushgach, unga boshqa biror kuch ta'sir qilmaguncha, u harakatini davom ettiraveradi. Soploning shakli ham juda muhim ahamiyatga ega. Ko'pgina raketalarda avval torayib, keyin kengayadigan Delaval soplosidan foydalaniladi. Bunday shakl yuqori bosimli gazni tovushdan tezroq tezlikkacha tezlashtiradi va uni maksimal samaradorlik bilan orqaga yo'naltiradi. Gaz soplodan qanchalik tez chiqsa, tortish kuchi shunchalik katta bo'ladi. Ammo gazning tezligi yagona omil emas. Tashqariga chiqarilayotgan gazning massasi ham muhim. Fizika tilida aytganda, tortish kuchi massa oqimi tezligi bilan chiqish tezligining ko'paytmasiga teng. Bu esa ikki narsani anglatadi. Dvigatel har soniyada qanchalik ko'p massa tashqariga chiqarsa, tortish kuchi shunchalik ortadi. Shuningdek, o'sha massa qanchalik katta tezlik bilan chiqarilsa, tortish kuchi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Shu sababli raketa dvigatellari yoqilg'ini nihoyatda tez sarflaydi. Ular tortishish kuchidan chiqib ketish uchun yetarli tezlanishni hosil qilish maqsadida juda katta miqdordagi massani orqaga uloqtirish kerak. Fazo bo'sh bo'lishi mumkin, ammo ta'sir va aks ta'sir qonuni baribir butun olamda hukmronlik qiladi.